hammasi xalqaro hukumat hujjatlari. Hozir tadbirkorlik faoliyati nuqtai nazaridan bizga kelgan imkoniyatlar, yangi kreditlar, yangi kredit mahsulotlari haqida sizlarga qisqacha tushuncha berib o'tmoqchiman. Bizda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish, ularni kengaytirish maqsadida biznesga ko'mak, moliyaviy ko'mak kreditimiz bor 100 million so'mgacha. Bu kredit mahsulotini noturar binolar yoki ko'chmas mulklar yoki avtomashinalar ishlab chiqarilganiga 4 yildan oshgan avtomashinalar garajga qo'yilgan holda 100 million so'mgacha kredit olsalar bo'ladi. Bu kredit mahsuloti 3 yil davrga beriladi. 6 oylik imtiyoz davri bilan 25% o'sha pulni olib, 25% olib, past kartaga tashlaydilar bu mablag'ni. Siz xohlagan tadbirkorlik yo'nalishlaringizni ishlatishingiz mumkin. Aynan bitta yo'nalish belgilab berilmagan chorvachilikni rivojlantirish yoki boshqa yo'nalishlar uchun emas, ishlab chiqarish uchun xohlagan